Amirxon Alixo'jayevga kontrakt olganmiz, Karate Combatdan. Amerikada Tamangudan keyin albatta Amerikada o'sha vaqtda o'qiymiz. Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatdan keyin ko'pchilik slabroq raqib topadi. Shu paytgacha men o'zim bolalarimga hech qanaqasiga slab raqib qidirmaganman. Shogirdlarim bu ligada ham xuddi shunaqa imkoniyat bermayman. Slab raqib degan narsa yoki parajanasini yopish uchun jang berilmaydi. O'ziga mos raqibi Dagestanlik ACLda urush bergan top sportchilardan bittasi 18 to'rimi o'ziga mos. Uni omadda yo'g'in ko'ramiz. Lekin uni yutqizsa, aytolmayman, odamlar to'g'ri qabul qilish kerak. U sportchi kuchli ekan, bir xil aytadi, barbasi yo'q ekan, barbasini ham qiladi, hammasini qiladi. Nu ulatare, u liboy barba qilib yurgan bola ham, misol uchun bitta urib, yiqilib nokaut bo'lganlarni ham ko'rganmiz. Barba qilib yurgan bola ham o'zini barbasi o'tmaganlarini ko'rganmiz. Bu sportda har doim mag'lubiyatdan g'alaba yonma-yon yuradi, hech kim bilmaydi.